Assalomu alaykum, Xorazm eksklyuziv kanali obunachilari, musofirda yurgan, bizani uzoq yaqindan ko'rib, kuzatib o'tirgan vatandoshlarimiz, sizlar uchun arzon narxda yana zo'r joyda joylashgan hovli joy sotib chiqdi. Birgalikda ko'rib, danışib chiqamiz. Boshda sizlardan bir like olsun. Niyat etganlar birdan like'ni bosib, videoni o'tkazmay oxirigacha ko'ringlar. Ajoyib joy. Narx ham arzon narxda. Foydalanib qo'yinglar aziz yurtdoshlar. Bunday narxda buning kvadratdagi hovli joyini olib bilmaysizlar. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Birgalikda ko'rib, ma'lumotlarni eshitamiz. Siz azizlarga obzor qilib ma'lumotlarni yetkazib beraman. Asal like bosmoq bo'lsangiz, birdan like bosing. Niyat etganlara bu joyni tarqatib yuborib qo'yinglar. Arzon narxda bekardan bekar aytmadim. Sifat ham ajoyib sifatli. 400 kvadrat metr 14-29 eni bo'yi pishgan karushdan baland qilib solingan, yugurib turgan hovli joy sotib chiqdi. Urganch shahrimizda ajoyib to'chkasida Mestopolojina lokatsiyasini gap yo'q azizlar. Manzil bo'ladi Urganch Xonqa yo'li, Turonbankning orqa tarafida joylashgan, yugurib turgan hovli joy sotib chiqdi. Narxini bekardan bekara birinchi narxini aytmadim azizlar. Narxi ajoyib narxda zudlik bilan sotiladi. Ya'ni garajin ham ega, bog'in ham ega. Azizlar, pishgan karushdan solingan, baland qilib bostirilgan azizlar, obunachilar sifatida gap yo'q. Dalollar ham keng, hozir sizlar bilan birgalikda ichki va tashqi qismini danışib ko'rib chiqamiz. Narx ham ajoyib narxda. Narxni video davomida yozib qoldiramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Buning narxda hovli joy olib bilmaysiz azizlar. Birdan like'ni bosing boshdan bizani ko'rib kuzatib boring. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Ajoyib shikarli hovli joy aziz yurtdoshlar. Tashqi qismına keladigan bo'lsak, yana fasad qismi ko'rib turganlaringizdek ajoyib. Üstünde navis ham qilinib, bosilinib turibdi. Ko'chalarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'chasi ham dosh qilingan, kengina, bir emas, 2 mashin bemalol o'tib qaytadi. Transportdan muammo yo'q aziz yurtdoshlar. 4-avtobus, 9-avtobus ishkingizni eldan o'tib turibdi aziz yurtdoshlar. Gaz, svet, suv, ulardan muammo bo'lishi mumkin emas. Urgan shaharni o'zida maktab, bog'cha hammasi yerda mujassam. Hattoki Wi-Fi internet ham bor azizlar. Birinchi bo'lib garajning ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni elde quyilgan garajdan kanalizatsiya turibdi. Bir emas, 2 kanalizatsiya bor aziz yurtdoshlar. Sentralning umuman e'tibor beringlar, to'lib ketmaydi. Shuni tashkilotib quyilgan mashina kirib qo'ymoqqa. Garaj ham mustahkam. Demir garajdan yine. Üstüne eyvan etib qo'ydilar. Garajni üstünde yazın günü bemalol o'tirsa bo'ladi yine. Hacklanib chiqib turibdi garaj aziz yurtdoshlar. Bu ham quyilgan, istashga olib ajoyib bo'ldi. Razmerine keladigan bo'lsak, 4-5 razmerda bo'ladi garaj. Bemalol qo'lni qattiq ham sig'ib turadi. Shuni desam, adashmon bo'laman. Joyimizning eni bo'yi 14-29. Azizlar, mendan zinadan chiqib eyvandan ko'rsatib o'taman hozir. Eyvan yazgı. Hazreti yeb o'tirasizlar garajning usti. Bunda gaz sho'chik tayyor holatda. Dokumentlardan muammo yo'q azizlar. Dokumentlar 100% tayyor, kadastri doğru adınıza o'tadi. Zinalar taxta zinalardan. Zinam teynam ishini bir narsa eshik qo'yib berib, mayda-chuyda qo'yisham moslashtirib qo'ydilar, unumli foydalanib. Burchatga qilingan eshiklarda ya'ni yuqoringiz navis plastikdan bosilmayib, lampochkalar ham galonlar qo'yilib turibdi. Burchatgadan chiqqan zeleniy zonasi bor. Azizlar, ya'ni tut tarafda meva berib turadi. Shol tutinglar. Menlar ham stashga qilib berganlar. Ya'ni eshiklarni ham stashga xalaqlansa, eshiklarni mashinadan chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. So'qinlar kafel urilgan. Aynalar deshanakadan plastik ayna ramlardan. Endi svetni sho'chki. Azizlar bu narsalar. Zinalar stupinka qo'yilib turibdi. Bismillah deb ichki qismına giramiz.
İçki kısmından danışıp çıkamiz. Like basman bolsanız bir dana like basın. Shuning joy hammaga nasib etsin. Bismillah. Girganimiz katta dalon bo'ladi aziz yurtdoshlar. Dalonni kengligini qaranglar. Patolog figura berilib, tayyorlanib turibdi lyustrasi bilan. Aziza baland qilib bostirilgan kotyol girganimizda o'ng tarafda yana kotyoli. Oyoq telar taxtapol. Oboydan chiqib turibdi. 100% oboydan chiqqan. Zavunachalar. Görüşeceğiz mümkün. Oyoq telar hali. Birinchi bo'lib o'ng tarafda kuxnya. Kuxnyasi ham kengina, oynasi ham deshanakan, profillar, registrlar bor. Oboydan chiqib turibdi bu ham. Rozetkalar bor. Kuxonlik garniturlar tayyor. Hamma narsasi tayyor. Oyoq telar taxtapol. Ugullar ham qilingan ekan. Eshik MDF eshiklarda. Chap tarafda birinchi xonaga kiramiz. Birinchi xonamiz ham ajoyib baland qilib bostirilgan spalniy komnata bemalol to'g'ri keladi. Perdalar ham tayyor. Eshiklar MDF eshiklarda. Uyimiz bunda rakovina qo'yilgan. Suv bor. Aziz yurtdoshlar, bu yan tarafda sanuzel. Girganingizda shunday kir mashin qo'yilgan, kir mashin to'tishi, kir yumaka, unitaz, oyoqti kafel hamda vanna, bani. Bu kafeldan chiqqan og'u bor. Azizlar. Nima ajoyib qilib qo'yibdilar banda kir yuvalatib, ayanda bani qilib qo'yibdilar. Bom, svetdan fondan chiqib turibdi. Chap tarafda bir eski komnata. Tushganina cho'yin batareya, registrlar, bom, oppoq fondan chiqqan. Patologlar yana baland qilib bostirilgan aziz yurtdoshlar. Eshiklar MDF eshiklarda. O'ng tarafda zal bo'ladi. Katta zal qaranglar. Bom oboydan chiqib turibdi zal ham. 3-4 kursidan taraf patolog figura berib ishlangan lyustra qo'yilgan. Baland bostirilgan aziz yurtdoshlar, shunga ham e'tibor beringlar. Baland bostirilgan pishgan ko'rishdan. Zal. Oyoq telar taxtapol. Plintuslar qaqilgan. Baland bostirilgan joy zo'r bo'ladi. Yana pishgan ko'rishdan plus. Eshiklar MDF. Bu yanda yana bir spalniy komnata. Bomini dar emas, kengina. Baland bostirilgan bom. Oppoq fondan chiqib turibdi. Aziza. Endi bog' tarafini ko'rib chiqamiz. Qarang yana. Yine dalonni deshan tarafdan girib kelish eshigi. Qarang kengligini, qarang dalonni aziza. Ajoyib. Bog' tarafini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bog' tarafidan bir yeri moy yoqdi. Parda bilan eshikni beklab gizlab qo'yibdilar. Shom e'tibor beringlar. Bog' tarafina chiqamiz. Yine bog' taraf. Mevali daraxtlar ekilib turibdi. Üzüm deysizmi? Qoralimi? Hamma narsadan bor. Chiqqan yeringizda chap tarafdan bir evon. Topchan. O'ng tarafdan o'tilgan. Topchan deshanda yozda o'tirmoqqa. Bemalol to'y tomosha tadbirdan so'rsangiz bo'ladi. Oyoq telarim qo'yilgan zinalar. Steshya qilib biberni mina yo'lak qilib steshya qo'yganlar, unda üzüm daraxtlar. Meva berib turadi bu. Bolgar sibushlar pishib turibdi, pishib. Bog'ina qarab o'tirgan mulk egasi azizlar, parvarish qilib, salam olib, qarashtirib bersangiz ajoyib bog' yana. Yana uyning orqa tarafidan ko'rinishi plastik oyna ramlar. Azizlar, yozgi hojatxonasi. Bu tarafda kladovka degan bir xona bor azizlar. Buni qo'ymoqqa, bana bir tandir qo'yib bersangizlar, non yapmoqam bo'laveradi uyda.
Ajoyib bog'ona ega. Qarang, baland bostirlangan. Bu ko'chada bir dona bo'lib, baland bostirlangan joy bo'lib turibdi azizlar. Zo'r joy. Joyga gap yo'q. Gelish kerak, olib turib yashash kerak. Rasxod ham aytib o'tirmaysiz. Tayyor holatda. Plan ham ajoyib plan. Sizlar bilan birgalikda 400 kvadrat metr ega bo'lgan 100% pishgan karishdan solingan, diklangan 14-29 eni bo'yi hovli joyni ko'rib, danishib, obzor qilib chiqdik. Boshda oldindan so'rayman, narxini aytmasdan buni niyat etgan bo'lsangiz bir dana like-ni bosing. Xudoyim shu 2025-yilda niyat etgan yurtdoshlarimiz uchun shu joylarni olib, kelib, yashab, to'y berib o'tirish nasib etsin. Narxi $75,000 azizlar, vajlari bilan. Jihozlari bilan, shu o'yin ichida ko'rgan jihozlari bilan kelish $75,000 dan ham kelishilgan holda qaytib kelishib beradilar, sotiladi. Bir narsa e'tibor beringlar, $75,000 400 kvadrat metr hovli joy olib bilmaysiz. Hozir 2 qavatli 200 kvadrat metrni kami $80,000 topsangiz bo'ladi. Undan $80,000 topib bilib olsangiz 200 kvadratlan shunday bo'lib ketdi azizlar. Yana bu pishgan karishdan 100%. Narxi lekin dim ajoyib arzon narxda azizlar, shikalant narxda. 75,000 dan ham qaytib bersaklayman. Zudlik bilan sotiladi. Sroshni puli bor odam sraz kelsa, sraz $75,000 dan qaytib, ko'rib turgan jihozlari bilan kelishib olaversa. Bunday narxda lekin 400 kvadrat metr joy olib bilmaysiz. Azizlar, bizlar shu sohamiz shu. Bizlar shuni ichida yurganimizdan keyin joylarning narx-navosini bilamiz. $75,000 joy yo'q. 400 kvadrat pishgan karishdan solingan ham. Kvadratdan ham e'tibor bering azizlar. Ya aytganimizning 200 kvadratni, 180 kvadratni, hattoki 150 kvadratni hozir kami $80,000 aytib turibdilar, $80,000 sotilib turibdi. Bu lekin dim arzon narxda aziz yurtdoshlar. Zudlik bilan sroshni sotiladi, shuning uchun arzon narxda foydalanib qolgan. Zo'r imkoniyat, joy olamonda yurgan, izlab yurgan yurtdoshlarimiz uchun joyga gap bo'lishi mumkin emas. Hech bir rasxoti yo'q. Hech bir aybi yo'q. Faqat olish kerak, kelib yashash kerak. Plyusini ham jihozlari bilan sotchaklar. Foydalanib qolgan yana jihozlar. Ko'rib turganlaringiz. Sizlardan bir dana like olsun. Bize ko'p gaplab o'tiramiz. Bu video rolikimizni ajoyib, shikanli joy izlab yurgan yaqinlarga tarqatib qo'yinglar, yuvarib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun faqat arzon joylarni ko'rsatib tanishtirib boramiz. Urganch shahrimizda zo'r mesta plajinada joylashgan joylarni ko'rib borasiz bizning kanalda. Agar kimda kim ko'chmas mulkini sotchak bo'lsa, sotolmay o'tirgan bo'lsa, bizlarga telefon etinglar. Bizlar bilan tez va oson sotasiz. YouTube'dan tashqari Instagram, Telegram, xullas 4-5 kanallar qo'yib chiqarib beramiz reklama qilib. Ya bo'lmasa sotishingizda amaliy yordam qilamiz. Sizdan oxirida bir like so'rayman. Keyingi videolarımizda görüşguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Niyat etganlarga nasib etsin shunday hovli joylar.